so'rab. Endi bizlar bu so'zlarni aytib o'tirganmiz bu yerda. Sol. Qalay qilib bo'lsa da o'sha tabiat alamini Alloh bilan baylashtirib turib sizlarga aql beramiz. Prosta kengish beramiz. Bu yerda hech bir narsa Allohga baylanishmagan hech narsa bo'lmaydi. So'ng inson Alloh bilan baylanib turdi degan so'zni dünyadagi ko'p odamlar buni tushuna olmaydi. So'ng boyagi materializm filosofiyasi kelyapti, atom elektron boyagi bir-birlariga kelyapti. Buning barlig'i Allohning baylashtira olmaganligi uchun aytilib o'tirgan so'zlar bu barlig'i. Allohga shu narsani baylashtira olmaydi. Boya kvant частицаны ko'rib turdi. O kvant частицаны o'zing ko'rib tur. Ular ko'rolmaydi u endi. O kvant частицасы Allah'ın emirlerinden, hizmetlerinden bir bölge, bir görüntüsü var. O baynarsede 70 bin elim var. Allah'ın bildiği yaratılmışın 70 bin sonunda elim var. Bizim bir 10 şartısına itibatımız yani. Ondan da köpüğümüz yani. Aklımız, ilmimiz yetti olan nesi sol. Bizim dünyanın ilminin, şeriat ilminin iki onu birbirine kosup iki onun bir kokteyl жасатып var tətdə bir dərsə. Sütdə, əsildə, balda, suda, bərin olsun. Novalardan, jemislərinin, siropların olsun bir kokteyl. O sıxıldı. Sizlərə axıllarında tuğulu gələdin bir nəsə düşündürüb birimiz. Dünyasında. Endi bizim elmimiz o. Allah Teala'nı sizlerge her nersede ko'rsatuvlaringizga ko'maklashib harakat qilamiz. Her bir narsada Allohning qo'li kerak. Payg'ambarimiz bor. Bir narsada arsh elim. Periştilerin elim. Arşaga periştilerin elim. O jaylab o'tirib, bu atom elektronda o'tgan torpaq, qumsun va zatlarga asib o'tirgan bunun bir prosesi so'ladi. So'larning barligi keyin bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Dunyalik ko'rinishga ega bo'ladi. Yo'qdan chiqib ketmaydi. Endi o'sha yerning o'zida sen qashib ketolmaysan. Sonra tushuningizlar. Alloh qayda, dокажи меня deydilar. Alloh qayda, dокажи меня deb o'tirganda sening butun bo'lmasingni endi sonra seni Kalbi gılmi filosofiya menen, şeriat bilen, din bilen, Allah ismi sıfatları bilen, vermenen, üleştirip kosup bayağı bir ilmi bir kokteyl yaratmasımız değil. Durs emes deb aytib tushuntirib bermoqchiman, mаған durs emes bo'lsa aytib ko'r. Осы vaqtgacha men so'zimga qarshi bo'lib bir narsa aytib ko'rgan odamni ko'rganim yo'q endi. Qarshi bo'lib o'zi tushunmagan ekan bu narsalarni aytib yotaveradi uni. Dalilib tushuntirib bermaydi endi. Professorim bo'lsin, dunyoning любой g'olim bilimdari bo'lsin, ularda inkor qilolmaydi. Ular fizikani qaydan biladi, ular kimyani qaydan biladi deb gatir. Degan qanday ajoyib narsa bu o'tgan vaqtda fizika, kimyo ilimlerini öğrengen benim Kudaymen bağıştıram. Kudaymen paylaştıram. Kudayda canlaştıram beni. Barlık narseni Allah'a paylaştım söyleyeyim. Peygamberin oğluna paylaşıyorum. Ben size bakıyorum. Hiç narsa bir yerde Allah'sız bir neyse bolat deyip kıyamına kimsin bekliyoruz. Biz bu rahatlanıp oturmuş. O yerde endi o rahatlanıp çok oldu o. Odan kaçıp da kurtulamıydı. Oğlan yok deb aytolmaydi. Nega bunday bo'ldi deb aytolmaydi. Nega bunday bo'lyapti deb de aytolmaydi. O'йткeni u o'zim qo'lim bilan o'zi suvni jaratib oldim. O'zini suvni jaratib oldim. Çok azaptı özüne öz kolunu öz kılıp oldu da. Endi bu Allah'a ne deyip aytadı endi o. Ne deyip aytadı. Allah
bir soňky demini şeň oğul tabak, 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 tabak olup aýdyp turgan bolsa. Özü tabak kılmagan bolsa emes sagan bukul soňky demini şeň bar mümkinçilikdi berdim goýunsa. Et kabul kılmasan geldi. Özüň oğlum özüňde. Ol senin cennette jürüň bilen cehennemde jürüň magan iş kanda aýtmaşyl yok. Onun magan ısıgda yok, ýakşy. Birak endi sen cennette jürgen adamyň meniň rahmetimde kanda jürgendigim görüp, cehennemde jürgen adam meni aşugymy keltirgendigin, kanday ekendigini görüp gerek. Keýle musulmanlardy beleň ýyldardan keň çygyby mümkin. Kapırlar men kalıp mümkin ýok. Allah